Toshkentda faqatgina bitta joyda tayyorlanadigan mandi taomini yegani keldim. Bismillah. Mandini arabcha osh desa ham bo'ladi. Lekin o'zimizning oshdan tayyorlanish jihatidan ham ta'm bo'yicha ham mutlaq farq qilar ekan. Ushbu taom mutlaq bug'da pishganligi uchun sportchilarga ham, dieta ushlayotganlarga ham, yoshi katta yoki davleniyasi bor insonlarga ham manzur keladi. Bu taom Toshkentda faqatgina Miramandi restoranida tayyorlanadi. Mandini dastavka xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Ta'miga keladigan bo'lsak, juda ham noodatiy. Yog'da pishmagan ekan, ta'mi bo'lmasa kerak deyotgan bo'lsanglar, qattiq adashasizlar. Bir marta yeb ko'rgan odam albatta yana qaytib yeyishi aniq. Maxsus souslari hamda arabcha shakarop bilan jabr o'pishib ko'rishdi. Ko'rib turganinglar 4-5 kishilik va buning narxi 440 ming so'm. Xohlasanglar porsiyalab olsanglar ham bo'ladi. Klassik yunchani ehtimol yegan bo'lsangiz kerak. Endilikda Miramandi restorani menyuga dubayskiy yunchani qo'shibdi. Desertmisan desert, ta'mi miyani portlatib yuboradigan darajada mazali. Xullas bu restoran menga yoqdi. Joylarini ham sharqona bezab qo'ygan. Robot ofitsiantlar ham qo'li ko'ksida xizmatda yuribdi. Miramandi restorani ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Hadrat sirkdan Karmashka bilan kevrishda Binkov kollejiga yetmasdan o'ng qo'lda. Bu videoni noodatiy taomlarni yoqtiradigan do'stingizga jo'natib qo'ying.